Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bemorimiz 17 yosh, bundan 6 oy oldin qiynalib nafas olishiga, ya'ni burun bitishiga va ikkala quloqda eshik pasayishi shikoyat keluvdilar. Tekshirib ko'rilgan ikkala quloq pardasi eshikligi va burun to'siq keskin qiyshagani aniqlangan. Biz bitta etapda burun to'sig'ini to'g'irlash va chap tomonlama endoskopik timpanoplastika, ya'ni parda tiklash operatsiyasini bajarganmiz. Hozir qayta ko'rikka keldilar, bitta ko'ramiz. Burundan boshlaymiz. Burun to'siq idealniy bo'lishi mumkin. Men tomog'igacha checha temasdan kamerani qirib olaman. Judayam zo'r. Отлично. Va ikkinchi tarafini mana bu yog'i ham idealniy turibdi. Quloq operatsiya bo'lgan tarafini bitta ko'ramiz. Operatsiya quloq ichidan, orqadan kesmasdan quloq ichidan qilingan bajarilgan va mana pardani holati bo'lishi mumkin. Mana katta parda, o'rtasida katta defekti bor edi. Parda butun tiklangan, qon tomiri o'sgan, idealniy holatda turibdi. O'zlari ham juda ham yaxshiman, zo'r eshitaman deyaptilar. Endi gapirmayman dedilar, o'shani gapirtirmaymiz o'zlarini, faqat o'zimizdan qo'yamiz. Eshitish yaxshimi? Oldinga qaragan o'zgarish bo'ldimi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Inshaalloh chap o'ng quloqni operatsiya qilib, pardani tiklab beramiz. Kuningiz xayr bo'lsin, salomat bo'ling.